etayotgan jahon chempionati ishtirokchilari bu umumiy darajani belgilab bermoqda. Shuningdek, O'zbekiston milliy terma jamoaning raqiblari geografiyasi va ularning darajasi ham kattalashib boryapti. Biz birinchi marta Afrikaning top jamoalaridan biri Misrga qarshi o'ynaymiz. Umumiy o'yinlar bo'lgan Afrika jamoalariga qarshi, lekin aynan Misr milliy terma jamoasiga qarshi ilk raqobat. O'ylaymizki, yangi tarixni ajoyib yoza olamiz. Hakamlar o'yinni boshlashga ruxsat berishmoqda. Vakillarimiz boshlab berishdi. Umumiy men yaxshi o'yin, sifatli o'yin kutayapman mana shu bahsda. Eng markaziy himoyachi, lekin shu bilan birgalikda bu nisbiy hozir aytaman, Otabek Shukurov ichkariga yorib kirdi. Kerak paytda, endi bu kerak bo'lmasin-u, doimiy hujumga borishimiz. Hozir Oston O'runov ikki tushda himoyachini aldab o'tib ichkariga yorib kirdi. Zarba! Gol! Bir o'zi Oston hal qilib tashlayapti. Misr himoyasini ko'rmagandek o'tib ketyapti. O'runov tezkor gol. Bravo senyor. Shuni bo'lyapmiz. Oston sog' salomat bo'lib tursa, formada bo'lsa, istalgan raqibni qiynab qo'ya oladi. Mana bu yurish, umumiy bu jamoaviy pressing natijasida to'pning olib qo'yilishi, bu yog'ini Oston bir o'zi solo yurish bilan yakunlayapti. Mana nega har bitta murabbiy ishlayotganda terma jamoamizda Oston O'runov sog' paytida uni asosiy tarkibga tushiradi. Chunki u mana shunday yurishlarga jur'at eta oladi va masalani hal qila oladi. Fantastik gol. Qilayotgan edi, ya'ni chiziqni e'tiborga olib to'xtadi. Narigi ikkita yarim final, ya'ni narigi ikkita jamoa o'y xatoga yo'l qo'ydik hozir. Salah e'tibor qaratish kerak. Zarba yo'llandi, yaxshi. O'zi to'g'rilab ketdi Abduvohid. Uzr so'rayapti sheriklaridan. Yo'q. Qolganlarni deyarli barchasining xizmatidan bosh murabbiy foydalanishi mumkin. Umumiy jahon chempionatiga katta ehtimol mana shu tarkibning 70-80% borsa kerak. Hozir Sherzod chap qanotda to'pni qabul qildi. Shukurov pas so'ragan edi. Oston O'runov yana to'pni qabul qilib ichkariga yorib kiryapti. Ostonning zarbasi va to'p darvoza to'siniga tegib qaytmoqda. Voy ozgina. Terma jamoamizning muhim futbolchisi mana boyiga. Hoppa, devorchi ishlaganini qarang. Bu innovatsion nazorat qolyapti terma jamoamizda. Katanisda ham hozir keling, mana hujum, ajoyib. Aldadi. Zarba! Darvozabon. Ostonni markaziy hujum sifatida o'ynatishga intilishni ko'rgandik. Ba'zida o'xshagan, ba'zida yo'q. Hozir qaysidir ma'noda oraliq bu yerda. Salah bo'lsang o'zingga shior ostida o'ynadi. Qolganlar ham hozircha unga qarshi yakkama-yakka yo'q emas. Mana o'ziga o'zi to'pni tashlab berdi. Bale uslubida qanot ham o'xshash, raqam ham o'xshash va texnika ham o'xshash. Faqat yo'q, bor hali ham imkoniyat Oston O'runov. Mana endi pas va o'zi tepsa bo'lardi. Mayli. Hali o'zi xohlagan darajadagi xavfli zarbani hali berganlari yo'q va berishmasligiga harakat qiladi. Mana Eldor Shomurodovning imkoniyat va Eldor gol deyishga tayyorlanayotgan edim. Chunki bunday vaziyatlarda Shomurodov kamdan kam adashadi. Oston Hamrobekov. Shomurodov. Va hal qilyapti Shomurodov, to'pni olib qo'yib raqibdan Ostonga yetkazib berdi. Oston o'ng qanotga o'zi yorib kiryapti, zarba yana bitta. Xuddi shunga o'xshash gol urishi mumkin edi, ammo bu safar darvozabon to'p berib yuboramiz shekilli Ostonga. Yana yorib kirdi. Zo'r. Nafaqat muxlislar, mutaxassislar, mutasaddilar keyin yana Qatarga qaytishadi. Endi masofa yaqin, 45 daqiqa parvoz. Borib kelsa bo'ladi. Yana Oston ketdi. Hoppa! Fint, darvoza bo'sh, lekin bu o'tkir burchak. Oston gol! 2-0. Taymda mustahkamlab qo'ymoqda ustunligimizni Oston O'runov. Bo'ldi, olib chiqing, oltin to'pni topshiring bugunga Oston O'runov. 5-golli vaziyatda bevosita ishtirok etdi. Yo'q edi, ofsayd. Otabek Shukurov. Boyatdan beri aytdim, Otabek bilan zo'r juftlik hosil qilishgan. Assist Otabekda. Ajoyib. Trivela. Qarang, darvozabonni aldab, shoshmasdan o'zi kirib boryapti. Sovuqqon o'ynadi va aniq zarba. Birdan tepib yubormadi. Aldagandan keyin ham o'ziga qulay qilib to'g'rilab oldi to'pni.
qaradi, kim qayerda, balki pas beraymi dedi. Vaqt tugadi Mabodoga. Oxirgi hujumga qo'yib beryapti uchrashuvni boshqarib borayotgan hakam. Qaytarish kerak. Zarba yo'llandi, yaxshi. Abduvohdan ham jiddiy seyf. Bo'ldi. Birinchi taym yakuniga yetyapti. Yaxshi taym o'tkazdik va Avlodni o'sha Shomurodovlar bilan chiqib kelganda eng yorqinlardan biri edi. 2015-yil Osiyoning eng yaxshi yosh futbolchisi bo'lgan, 2 karra Osiyo chempioni, turli yoshdagi terma jamoalarda. Chap qanotda variant bor, o'ng qanotda variant bor. Eldor Shomurodov oldinga boryapti. Mazgavoyga yetkazib berdi. Mazgavoy pas va Hojakbar. Uy, bu pasmidi? Ko'proq pasga o'xshadi. Takmal. Yaxshi bo'ldi. Mazgavoy bitta. Oy, mana shu yerda xatoga yo'l qo'ydik va Misr to'pni egallab olib hujumni boshlayapti. Pozitsiyalarni tiklab olishdi, lekin yigitlar Nasrullayev ikkinchi qavatda xavfli Nematovdan super vaziyatlardan biri, balkim eng xavflisi birinchi taymda uzoqroqdan tepilgan edi. Bu esa bosh bilan yo'llangan zarba. Muhammad Mustafo eng xavflisi shu chempionatiga yo'l olib bo'ldi. 9-si harakat qilyapti. Bu haqida biroz keyinroq. Hozir terma jamoamizning hujumi anchadan beri ko'rmayotgan edik. Erkinov chap qanotda to'pni qabul qildi. Sherzod Nasrullayevdan jarima maydoniga Eldor! Mana shu edi uning. Hojimat, Sherzod va oxiri Shoma yaxshi nuqtani topdi. Pastroqqa endi aytish oson-u, o'sha vaziyatda Eldor yuqoriroqqa yo'naltirmoqchi bo'ldi. Imkoniyat bu tasdiqlanmagan, lekin biroz xavotir bor. Ostonda jarohat bo'lishi mumkin. Hozir hakam o'ynayapti. Atayin Hojimat yaqinlashayotganda o'zimni kuzatganlarim, bilganlarim baribir bizning terma jamoa yuzma-yuz qarama-qarshi chiqib o'ynaydigan terma jamoalar bilan o'zini yaxshiroq his etadi. Nega Eron bilan ko'pincha qiynalamiz? Eron baribir o'zi himoyamiz yomon emas, yanada tartiblashtiribdi. Bu jihatni ham aytib ketaylik. Raqib bosim qilganda barchasi bizda joyida bo'ldi. Kombinatsiya, chap qanot to'p yetkazib berildi. Sherzod Nasrullayev ikkinchi qavat Hojimat Erkinovning zarbasi. Aniq edi. 42-chi terma jamoamiz kurashib berishdi. Keyin biroz dam olishdi. Sog'liqlar tiklanmoqda. Yaxshi. Keyingi zarba. Mana shu joyda omad yuz o'girdi. Misrdan biz tomonga kulib boqdi. Chunki rikoshet bo'ldi. Rikoshetda har qanaqasiga ketib qolishi mumkin, to'y bersa kerak. Bo'ldi. Rustam Ashurmatov pas shu joyda bizning qarshi hujum payt mayli. Rozimiz 2-0 hisobda g'alaba qozondik. Oston O'runov dubl qayd etdi. Birinchi taymda fantastik o'yin ko'rsatgan terma jamoamiz ikkinchi taymda ko'proq taktik futbol namoyish etdi. Hisobni ushlashga o'ynadi, ammo baribir vaziyat bizda bo'ldi. Gol urishga yaxshi imkoniyatlar bizda bo'ldi.